u it emgan o'lgach bizning qaqshoqoqchi oilamiz qanotlarini yozadigan vaqt keldi. Sayohatga tayyormisan? Maqsadingiz nimada reja qilmoqda? Gapir yoki o'ylasa. Qoqchilar haqida ma'lumot topishing kerak. Ayniqsa Sonya degan qiz haqida. Bu ma'lumotga faqat 2 odam kira oladi. Ustoz va janob West. Kechirasiz. Sizga yordam kerakmi? Sen farishtasan. Keyingi safar biror ish qilishdan oldin mendan so'ra. Qayoqqa ketyapsiz, janob politsiyachi? Azizam, bugun qaqshoqoqchi oilamiz sen bilan faxrlanadi. Ularni hammasini ushlang va bazaga olib keling. Darhol bu yerdan qochinglar. Sekinroq! Yordamingizga muhtoj bo'lganim sababli shu yerdaman. Ahmoqona gaplarni gapirishni bas qil. Xonimlar va janoblar, barcha hurmatli mafiya a'zolarini qutlaymiz. Bazmdan zavqlaning. Hamma aytganlarimni esida tutsin. Bu yerda tarqalib